Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizdan uzoqlashmang. Obuna bo'lib like bosishni unutmang. Sizni qiziqtirgan eng tezkor, eng ishonchli va eng so'nggi ma'lumotlarni faqat bizning kanaldan topishingiz mumkin. O'tkazib yubormang. Universal ayol Shahzoda Muhammedova haqida 7 ta fakt. Mehribon ona, sevimli turmush o'rtoq va lider ayol Shahzoda Muhammedova haqida 7 ta qiziqarli fakt. Birinchi fakt. Shahzoda Muhammedova 1991-yil 15-aprelda Toshkentda o'ziga to'q, tadbirkor va huquqshunoslik oilasida tug'ilgan. Ikkinchi fakt. Aktrisa va dizayner oilada yagona qiz farzand bo'lishiga qaramay, bolalikdan ma'lum cheklovlar ta'sirida ulg'aygan. Uchinchi fakt. Tundan tonggacha kinosidagi roli uchun Madina Mumtoz, Dilnoza Kubayeva va Sevinch Mo'minova bilan kastingga qatnashgan. Kasting jarayonida 3 oy davom etgan. Dastlab Shahzoda rolni umid uzgan bo'lsa-da, oxir-oqibat ushbu rol unga nasib qilgan. To'rtinchi fakt. Otasi erta olamdan o'tgan. Otam vafot etganda men 13 yoshda edim. U mudhish avtohalokatga uchragan. Shundan keyin bir muddat davolandi, ammo davolanish samara bermaydi. Bu olamni tark etdi. Otam tadbirkor va prokuror bo'lgan. Ayrimlar avtohalokat atayin uyushtirilgan deyishadi, deydi aktrisa o'z so'zida. 5-fakt. Aktrisa asli qashqadaryolik tadbirkor Marat Hamdamov bilan oila qurgan. Hozirda ularning 2 nafar farzandi bor. Qizi Milana va o'g'li Denislom. 6-fakt. Tadbirkor va aktrisaning shov-shuvli to'yi taxminan 65 ming AQSh dollariga tushganligi haqida gapiriladi. 7-fakt. Turmush o'rtog'i Shahzodaning ko'proq boshlovchi bo'lishini xohlashini aytgan. Oxirgi paytlarda rol ijro etishni umuman xohlamaydi. Buning sababi aktyorlar qizg'anadi. Juda rashkchi inson, deydi u o'z intervyularidan birida.